Surxondaryoda To'palang Termiz mega loyihasi tumanlarga ichimlik suvi yetkazib berish qay bosqichda? To'palang Termiz mega loyihasining ikkinchi bosqichi izchil davom etmoqda. Ushbu loyiha prezidentimiz tashabbusi bilan olib borilmoqda. Birinchi bosqichda Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlarining 35 ta mahallasida yashovchi 135 mingdan ortiq aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Ikkinchi bosqich esa yanada keng qamrovli. Oltinsoy va Bandixondagi 33 ta mahallada istiqomat qiluvchi 86,4 ming nafar aholiga markazlashgan ichimlik suvi yetkazildi. Bundan tashqari To'palang magistraldan 200 metr qo'shimcha quvur tortilib, Xo'jaipok tarmog'iga ulanayotgani natijasida Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Angor va Muzrabotning 69 ta mahallasida yashovchi qariyb 193 ming aholi uchun ham sifatli suvga keng yo'l ochilmoqda. Ayni kunlarda Jarqo'rg'on tumanining Qo'shtepa mahallasida Termiz shahri va Termiz tumani uchun mo'ljallangan 10 ming kub metr sig'imga ega ulkan suv saqlash inshooti qurilishi yakuniga yetdi. Yana 2 yirik suv ombori barpo etilayotgani bois Angor va Jarqo'rg'on aholisi ham to'liq markazlashgan ichimlik suvi tizimiga ulanadi. Umumiy 2 gektar maydonda barpo qilinayotgan ushbu 3 ta zamonaviy inshoot jami 30 ming kub metr suv zaxirasini saqlash imkonini yaratadi. Surxondaryo haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanaliga obuna bo'lishni unutmang.